hormanglar, qalaysizlar, hammaga xayrli kech. O'zim bilan ovoraman yangi yildan beri, yangi yildan keyin desam bo'ladi. O'qishdan keyin xo'p qizlar, men gapingdan losiga o'ta qolaman. Ko'pchiliklardan savol keladi. Sizni nimaga kursingiz bunaqa qimmat? Sizni nimangiz borki, siz o'zingizni qimmat o'tasiz kursi deyshadi. Qizlar qaranglar-da. Eng yaxshi tajribali ustozga boraman desangiz, uni tajribasi uchun, ya'ni u tajribali bo'lishi uchun ko'p vaqtini o'qishga ketkazdi, pul sarfladi, kitob sotib oldi, ustozlarga bordi, hech qaysi bir seminar, trening, balo-balo hech narsa qolmagan. Psixologiya, seks hammasini o'rgangan bo'ladi-da, boradi. Siz aytasiz, narxi mundoqroq bo'lsin desangiz, mundoqroq o'rgatadiganiga boraverasiz. Qancha narxi qimmat bo'lsa, shuncha o'qituvchi zo'r bo'ladi.